O'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugun kontentni dodasi nima bo'ladi? Bugun eksperiment qildik. Latviyaga o'zim olib kelgan talabalarim bilan, talabalarim bilan eksperimentga kurosib, asal asal dayvo oldik. Motis arzon bo'lgani uchun shuni oldik. Mexanika. Kunlik 7 yevroga bizga tushadiganini tanladik, arzonrog'ini. Bolt dostavkada mashinada kuniga примерно qancha chiqadi? Shu talabalarim bilan qilib ko'ramiz. Anaqa ham topdik. Bolt akkaunt ham topdik dostavkaga. Amalladik. Bir kunga shuni arendaga oldik. Eksperiment qilish uchun shunaqa qilib talabalar bilan, magistr talabalar bilan qilib ko'ramiz shuni. Men hozircha mashina haydashni bilmayman. O'shaning uchun bularni anaqa agitatsiya qilib chaqirib oldim bolalarni, deb qilamiz deb. O'shanga bugun hozir 2 soat примерно chidab beramiz. Nech pul bo'lar ekan? Keyin ko'ramiz nech pul ishlasa bo'lar ekan. Mashinada jonli ketdi. O'rtoqlar, assalomu alaykum yana bir marta. Unda ketdi, haydadi mashinani. Bolt dostavka bilan mana sumkalarni olib oldi. Eksperiment qilishga. Qancha bo'ladi? Hozir bolalar, studentlarim yaxshilab tushunib olishdi. Men o'zim xayollarim bilan yurganimda qanaqa bo'ladi? Men boshqa studentimdan oldim akkauntni. Iltimos qilib oldik 2 soatga, bir kunga atrofi nech pul ishlashi. Keyin bolalar yaxshilab tushunib olishdi. Qayerda nima bo'ladi? Hozir Bolt prilojeniyani ichida tushuntirib berishadi. Qani, tushuntirib berishadi. Mana hozir ketdi, zakazga chiqdik. Mana bir statistikada hozir zakazni kutyapmiz. Bu statistika soatga anaqa kaspikka qarab ko'payadi. Hozir bir turibdi, keyin 6 dan boshlab 9 gacha 1.3-1.4 ko'payib ketaveradi. Shunga qarab anaqa ham narxi ham oshaveradi. Zo'r. Bolalar ketdi endi, dostavkaga yo'lga chiqdi Latviya ko'chalaridan. Sumkalar yonimizda oldik. Bolajonlarni bir kun ishini olib yo'lga chiqdi. O'rtoqlar, dostavka paytida savollar berib ketaman bolalarga, chunki o'zlari ham yaqinda kelishgan. Shunaqa qilib so'rayman. Xo'p, bolalar, qanaqa Latviyaga kelgandagi hissiyotlar, ko'rganda yoqdimi, yoqmadimi? Mana kelganingizdagi birinchi kunlar eslab ko'ringlar. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Latviya zo'r, O'zbekistonga nisbatan havosi ancha toza va yo'llari tozaroq. Odamlari o'zbeklarga nisbatan ko'ra uncha xushchaqchaq emas-ku. Yaxshi, zo'r. Hayot tarzi ham ancha yaxshi. Negativdan gaplashamiz. Qanaqadir yomon voqealar, nimalar bo'ldi mana shu yashayotgan paytingizda? Yomon tarafi endi har bitta joyda minuslari, pluslari ham bo'ladi. Minusi men ko'rganim odamlari juda odam ajratadigan. Tilni bilish kerak, ruscha gapirish. Qaysi tilni bilish kerak, nimani qilish kerak? Eng asosiysi o'zini tili latvcha bilish kerak. Buniga yoki odam ajratadi. Agar bilmasangiz ruschada gapirsangiz ham bir xillar tushunadi. Inglizchada gapirsangiz ham tushunadi. Farqi yo'q. Основной shu latvcha. Lekin qancha ko'p til bilsangiz o'zingizga plus. Zo'r. Xo'p, endi o'rtoqlar, sizlar endi o'qishga kelsizlar. O'qishga, magistraturaga, o'zim o'qiydigan joyga endi sizlarning og'zingizdan eshitdik. Qanaqa ekan magistratura, bandli, fanlar, yopishlar, sessiyalar? Tak, o'qish bo'yicha gapiradigan bo'lsak, o'qish bo'ladi. Ham ishni, ham o'qishni eplasa bo'ladi. Misol uchun bitta predmetni o'sha yopdik. Xudo xolasa yaxshi bahoga yopdik. 10 shkaladan 9 ga yopdik. Bemalol ishlab turib, joyda ishlasangiz ham yopa olasiz. 10 dan 9 ga yopishgan. 9 da. Magistrlar. Haftada bir marta bordik, offline, qolgan kunlari online bo'ldi. To bitta predmet bir oyda, har oyda yangi yaxshi predmet qo'shiladi. Ekada shunaqada. Yangi predmet qo'shiladi. Bir oyda bitta predmetni 2 marta bordik bo'ldi. Qolgani online bo'ldi. Bemalol eplasa, anaqa qilsa bo'ladi. Eng globnisi imtihon. Zo'r. Imtihon qanaqa, offline bo'ldimi? Imtihon online bo'ldi. Bizda prezentatsiya topshirib online qildik. Hozir endi ikkinchi predmetini online bo'ladi u ham. Zo'r. Shunda bu talabalarim o'rtoqlar qishda kelishdi, qishki semestrga, fevralga kelishdi. O'shanda fevral o'tdi, mart o'tdi, 2 oydan beri yashashyapti. IT kartani kutyapmiz. IT karta olgandan keyin bolalar akkuratni ofisda ishlar bor, ingliz tilida chotki biladi, rus tili. Shunaqa qilib ofisga keyin kirib olishadi. Hozir ID kutish jarayonidamiz. O'rtoqlar, yana qiziq momentlardan boshlayman. Qaranglar. Bolalar keldi. Keyin men bolalarga
taklifli bor edi, hostelda turish yoki kvartirada turish. Keyin men bolalar kvartirada turish bo'lsa, unda man sразу topib berolmayman, kvartira qilib berolmayman. Lekin kvartiraga kirish uchun boshida 5-7 kunlik joyga kelib turasizlar, 5-7 kun, keyin chiqib ketsanglar bo'ladi, kvartira qidirib dedim. 5-7 kun turishdi. Hozir 5-7 kunga Airbnbdan topishdi, necha pulga topishdi so'rab olamiz. Xo'p, o'rtoqlar, 5-7 kunga qanchaga topdinglar shunaqa qilib? O'zinglar topishdi bular. Xullas, biz kelganimizda oldindan bron qilinganda bir haftalik joy oldik. $190 oldindan bron qilgandik. Kelganimizda tayyor kvartira hammasi bilan обустроенный. Biz oldindan shunaqa qildikki, kelganimizdan keyin joyda har bitta kvartirani ko'rish. Mani kelayotgan studentlarga maslahatim shunaqa qilish kerak. Mana bunaqa qarang. Protsess qanaqa bo'lgan? Prosta 17 yoshinglarga uni maslahat bermayman, 17 yoshinglarga. Masalan, уже katta yosh magistr bo'lsangiz, shu variant yeydi. Qarang, birinchi kelasiz, katta summa to'lab, ko'proq summa to'lab, 7 kun, bir hafta turasiz, pulli joyda. Keyin o'sha paytda Latviyaga kelganingizda uy qidirasiz. Ya'ni birgalikda men sal yordamlashib yubordim, variantlar tashladim. Zo'r variant chiqdi bolalarga saytlarda, hali unaqa men o'zim qidirayotgan paytlarim ham ularga variant tashladim-da. O'tda Latviyaga kelgandan keyin sразу borib ko'rishdi, gaplashdi, uyga xillashdi. Muhim narsa, xillash kerak. Kuchli uylar bor, kuchi turgan uylar, borishga keladigan. Borishdi, xillashdi, xazam bilan gaplashdi. Yoqdi. 7 kun mashitdi, $190 turgandan keyin borishdi. Ana endi bolalar kvartira dodasi, men rasm bilan ko'rganman. Necha pul kvartira? Hilolaga avvalambor rahmat. Qidirib, menimcha boshqa konsaltingga murojaat qilganimizda chiqadida yo'q edi unaqa. Uylarigacha topib, har ssilkalarni tashlab shuni ko'ringlar deb har kuni tashadilar. Biz har bittasini ko'rishga ulgurmadik. Keyin oxiri ko'nglimiz jiz etgan joyiga oldik. Xullas, arendasi 350, mana yangi zakaz. Yangi zakaz mana 485 ga tushdi, mana oldik. 485 oldik. Mana hozir endi boramiz shu zakazga, mana zo'r. 485 ga zakaz oldik. Mana birinchi zakazimiz pochin bilan deydi-ku. Pochin 485, почти 5 euro bolalar. Hozir o'tirgan joylarda 5 14 ming so'm ko'paytiringlar. Men o'zi ko'paytirdim, 14,5 7 ming, 70 ming so'm. Shunaqa. To'g'ri. Xullas, men temirdan ketmaymiz. Bo'ldi. Kvartira bo'yicha 350 oyiga to'laymiz. Kommunalkasi endi qishda biz kelganimiz uchun sal ko'proq keldi. 150 keldi. O'shani qo'shsa, примерно shu 500 ga chiqdi aylanda to'liq. Shu. Zo'r. Demak 350 kvartira plus 150 kommunalka. Endi mana men shaxsan o'zimniki bularnikidan kichkina uyim. Shunaqa. Uyim shaxsan kichkina, hali obzorni qilmadim. Bizda shunaqa. Kvadrat ham bizda ko'proq. Studiya 30 edi. 30 kvadrat studiya. 8. Da, studiya. Endi qishda bo'lgani uchun rasxodlari ham ko'p. Lift uchun ham to'laymiz. Bizda endi новостройка sifat bo'lgani uchun охранasi bor, lifti bor, musorga отдельный, rasxodlari ko'p. Shularga kirib ketiladi. Mana sentrdamiz o'rtoqlar. Top universitet yonidan o'tib ketamiz. Xo'p, keyin meniki ancha sizlarnikidan kichkina. Men agar sizlarga topishimdan oldin o'sha uyni o'zim ko'rganimda o'zim olardim. Top universitet ELU. Diplomatiya yo'nalishi bor. Latviyskiy universitet. Mana bu markaz. Dastavkani zakaz olish ketamiz. Ha. Hop. Uy juda zo'r. Bunaqa kutmagandik bo'ladi deb, usloviyalari hamma narsasi bor. Plita bo'ladimi, холодильник bo'ladimi, hamma narsasi bor. Xudoga shukr, yetyapti. Самое главное, eng главныйsi arendator sizga berayotgan uy yaxshi. Nimadir bo'lsa, murojaat qil, o'zim yordamlashaman degan. Zo'r. Shunaqa. Xo'p, endi o'rtoqlar markazdan ketamiz. Qarang, chiroyli. Ana endi keyingi muhim moment. Bolalar, o'rtoqlar, oyiga qancha rasxod qilyapsizlar yeb ichishga, internetga uyga bilib oldik. Общий расход keyin chiqaramiz. Bu rasxodlar 2 kishilik, chunki biz er-xotinmiz. Ha. O'shanga rasxodimiz ham bitta kotel bo'ladi. Endi qo'pol qilib aytsa 250 uyga produktlar qilishga ketyapti oyiga. Chunki undan tashqari nega ko'p ketmayapti? Biz uyda pishiramiz,
ko'chada Zo'r. yeyilmaydi ko'p. Ha, shuni so'ramoqchi edim. Ko'cha deysizlarmi? Yo'q, Qaysi do'kon? ko'chada endi bizga o'zimiz anaqa qilib qo'yganmiz, ko'p yeyilmasligi uchun. Bu Ha. bir haftada bir marta yesak, katta gap. Ha. Bo'lsa atak uyda qilamiz. Zo'r, uyda qilasizlar. Da. Shunaqa qilib produktiga 200-250 ketyapti. Shunaqa. Keyin uyinglar 400-500 midi? 500, 500. kommunalkalar bilan 500. Ha. Keyin Общий internet shu sim karta. LMT bir haftaga 4 yevro to'laymiz. Ha, 4 kere 4 16 yevro. 10 Hop, 250 plus 500 750. 8 bo'ladi. 4 ga 4 8. Ha, и plus примерно 800. 8-10 yevro ketadi anaqaga, sim kartani o'ziga. Unda oylik 800 yevro o'rtacha chiqyapti. Unda. To'g'rimi? Shunaqa rasxod shunaqa. 800 2 bo'lsa 400 bu bir kishiga cho'tki narx o'rtoqlar. Cho'tki, chunki men ham shunaqa rasxod qilaman. Deyarli uyim ham xuddi shunaqa 450. Bolalarnikidan 50 yevro arzon. Lekin ancha kichkina. Zo'r, bular zo'r joy turishadi, chunki uyni o'zim topib bergan edim. Kelganinglarda. Qo'shni. И rasxodlari anaqalarda Rimidan olamiz, har xil kartalarni ochtirib olganmiz, skidkalar bo'lgan paytda. Olar ekan, olibdilar Rimidan. Endi Men Rimiga 3 yildan keyin o'tganman kelganda. Maksimal Lidl qilib yurardim. Bizga Rimi arzonroq tushayotgani uchun o'shanga boshlaganmiz, o'shani o'rganib qoldik. Produktlari ancha zo'r. Zo'r. Anaqa sirlarni variantlari bor. Shunaqa juda ko'p. O'tta variant. Olmalarni varianti ko'p. Menga yaxshi ko'raman, Rimini sevaman. Balular bor. Skidkalar bo'lgan paytda ayniqsa zo'r. Men ham Rimini sevaman. Maksimaga kamdan kam o'sha boryapman. Rimi haqiqatan zo'r. Ozgina qimmat bo'lishi mumkin, lekin skidkada yaxshi olasiz. Xo'p, mana bu sentrlar o'rtoqlar, qaranglar chiroyliligini. Deyarli sentrlardan olmayman. Bu video menimcha yomon ham uchsa kerak, o'zimga ham yoqib ketyapti. Endi Через 200 метров поверните налево. Zakaz готов, tayyor ekan. Birinchi pochin zakazimiz, xudo xolasa, tayyor. 485 bo'lsa, endi bizning pulimizda bilmadim, bir 60 ming chiqsa kerak. 65 ming. Bitta zakazga 65. Zo'r. Zakazni oldi, ovqat hidlari уже kelyapti. Xo'p, endi zakazni oldik, mana shu joyga borar ekanmiz, o'zi chiqar ekan. Mana hozir boradigan 9 kilometr yuramiz. 37 minut ko'rsatyapti. Vau! Mana 37 minutga, ya'ni borasiz. Men endi so'raganim bo'yicha borasiz, qo'liga berasiz. Agar kvartira nomerlari yozilgan bo'lsa, tepaga olib chiqib berib, kimdirlar o'zi olar ekan, kimdirlar qo'yib ketar ekan. И surishtirganimda, agar normalniy muomala qilib, normalniy kelib so'rashib, xayrlashib anaqa qilsa, kimdirlar chivi ham beradi. Vau, dastavkaga chivi. Chivi 1-2 kimdirlarga 5 bergan ekan. Qo'liga shunda tangida berib qo'yadi. Normalniy odamga tushsiz. Zo'r, yaxshi so'rayapsiz. Da. Zo'r, yaxshi surishtirilgan. Unda keyingi safar agar uzoq bo'lmasa, men ham kiraman, tepaga chiqaman videolarim bilan. Endi odam olmayman. Kim dastavka qildi? Unaqani ham qilamiz. Ish qilib 9 kilometr yurar ekanmiz. Olg'a. O'rtoqlar, mana 9 kilometrga 5 yevro beryapti deb boya so'radik-ku. Nechidir qaysidir paytlari ko'proq bo'lar ekan, beradigan summasi. Nima dedilar boya? Ha, bitta tanishlarimni so'radim. U aytishyaptiki, час pikda ko'proq bo'ladi. Это получается 6 dan dedi 9 gacha juda ko'p zakazlar bo'ladi. O'shanda bemalol hozirgi misol uchun 5 bo'lsa, unga 6-7 spokойно olsa bo'ladi zakazlar. Hozir masalan 9 kilometrga 5 yevro berishyapti-da, ana час pik soat 5-6 atrofida. 9 dan olsa bo'ladi. Ikkita zakazlardan ham berib tashlaydi, podrяд berib tashlaysiz. Завершить qilishingiz bilan podrяд berib tashlaysiz. Zakazni ham egasiga topshiribmiz. Endi baribir ish boshlashdan oldin unda topshirib keldilar, endi keyingi zakazni kutamiz. So'rab olgan yaxshi-da. Yaxshi so'rab oldik-e. Zo'r. Unda 9 kilometr yuramiz. Xo'p, mana endi ko'ramiz, koeffitsiyentlar ko'paydi. Mana 1/1. Mana bu yerda boya buni mamtilada 1/1, 1/2 edi. Hozir biz turgan joyimiz 1/3 bo'ldi. Ha. Endi 6lardan keyin eshitishimcha mana shu hammasi qizil bo'ladi. Zo'r. Hozir dastavka kutamiz. Ishim zakazini ko'ryapti, ishim zakazi qilyapti. Zakaz bermaguncha kutib turish kerak. Qizilni bosib olsak, o'sha gemid zakaz. Shuning sekin-sekin sentr tarafga yuramiz, balkim shahardan sizga ko'rsatamiz. Hozir biz mana bunaqa Жилой taraflardamiz, domlar, Reka degan taraflar.
sentrga yuramiz o'rtoqlar. Mana ko'ryapsizlar, Origo taraf bu sentr degani. Mana Origogacha mana 7 kilometr, yarim soat. Mashinada ketdim. Chunki hamma zakazlar sentrda, kafelar, kebablar, hammasi sentrda sushilar. Ketdim. Keldi, zakaz keldi. Nech pulga ketib ko'rmayapti menga. 280 ga. Sal buyoqroq borsangiz 280 ligini ko'rmayapti. Хорошей поездки. Format bo'ldi 280 ga keldi. Bo'ldi 280. Endi ketamiz o'shanga mana. Necha kilometr ekan bu yoqqacha? 2 kilometr orqaga qolib qaytiladi. Ha. Uy yonma-yon mana. Ham boriladi, yo'l navbatida uyi. Oson bo'ladi. Shunday joyga zakaz urishibdi. O'shanga 280 bu ito o'rtoqlar yana 3 ko'paytiramiz 14 ming so'mga. Shunaqa. 3 yevro bu pulga masalan bitta qahvasi bo'ladi kafenada. Bu Tomo taraflar-yu. Bu Tomo taraflar o'rtoqlar. Tomo hostel taraflarini ko'rasizlar hozir. Voy, chochiz bosib oldim yana hozir. Mana hozir bu imенно Tomo hostel Kurtvems rayoni. Bu rayonga ko'pchilik talabalarimni joylayman. Aynan Tomoning yonidan o'tar ekanmiz. Bu yoqda to'g'riga yursak, chap qo'lda talabalar, eng ko'p kelgan talabalarim ekonom joy. Shu rayonga joylayman. Mana kelyapti Tomo. Mana Tomo hostel mana shu yerda. Ko'ryapsizlar, mana shu. 225 yevro bir oyga 2 kishilik xona. Shu yoqqa joylayman. Ekkaga yaqin, ertuvga uzoqroq. Chapga yurishimiz kerak ekanmi? Chapga. Bu уже Latviyani mahallalari, жилой komplekslari deyiladi-yu. Sentrga примерно 3 kilometr uzoq bu yo'li. 2,5-3. Bo'ldi, o'tib ketdi. 5-10. 5-10 yozuvdi. 5-10 yevrolik zakaz zo'r. Chotki. Ketdik endi shu tarafga. Necha minut yurishimiz kerak ekan zakaz olish uchun? Поехали. 10 minut yuramiz. Mana shunaqa taraflardamiz biz o'rtoqlar. Soat bizda 5 bo'lyapti. Mana oldik. 3-zakazimiz. Zakaz tushdi. Mana 448 yevroga mana mana turibdi 448. Optadan ko'ryapti. Bo'ldi, olindi. O'rtoqlar, hali ham ish davom. Yana markazdamiz 6:30 bo'ldi. Charchadigan ish, to'g'ri, oson emas. Men hozir mana chiqdim. Oson emas. Постоянно yo'lda yurish kerak, tashish kerak, zakazlarga qarab turish kerak. Oson demayman. Mana hozir 448 zakaz chiqdi. Deyarli mana 3 ta uydan chiqib ketganman. Birinchi zakazdan boshlasak, o'shandan boshlab vaqt hisoblanadi. Markazda yurimiz 6:30. Chas pik deyiladi. Уже mana bahor kelyapti, hamma gullarni boshlagan. Aprel-ku, bugun 1-aprel. 1-aprel markaz. Поверните налево. Mana ko'ryapsizlar, shaharda odamlar sal ko'payib qolgan. Hozir Rigada ham odam ko'p emas, ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana shu markazda shu mana 6:30 da Chaspikda shunaqa odamlar. Ya'ni odam ko'p emas. Mana hozir dostavkani olib olamiz keyingisini. Sumka bilan kirish kerak обязательно. Sumka bilan kirilmasa berishmaydi. Kazi dodasi. Mana 683 ketdi bosdim. ketdik. Qatdan borish kerak ekan. Вы пристегнулись? Sushi Brothers'ga do Ulbroka taraflarga. Yo'q, uzoq emas. Normalniy? Dreylini. Ha, o'zi shu atrofdamizku. Mana 683 yevrolik zakaz olamiz hozir.
Mamlaqa Sushi Brother degan joydan sushi ekan. Ko'ramiz hozir qanaqa bo'ladi jarayon. Mana Sushi Brother degan joy. Ichida sushi tayyorlashadi, faqat dastavkaga ishlaydigan joy ekan. Dastavkaga ishlaydigan joy. Qani ko'ramiz. Mana dastavkani oldi 683. Ana endi ko'ramiz. Necha kilometrli joyga boramiz. Mana shu 683 li sushi olgan Sushi Brother'imizda biz 9 kilometr joyga borar ekanmiz. 683 9 kilometr. Начинаем движение. Будьте внимательны за рулем. 22 minut ekan yo'l. Oho. Mana 683 li zakazga keldi. Mana rayonni qaranglar, chiroyli rayon. 683. Mamlaqa chiroyli uy ekan. Mana burada rayonni ko'rsataman. Mana 376 berdi zakaz. Yonma-yon. Bo'ldi, olamiz. Yonma-yon ekan, cho'tki. Ketdik. Ketdi. Qani yonma-yon ekan. Поехали. Kilometr. Езжайте аккуратно. Zo'r. Ketdi. Mana shunaqa o'rmon tarafli chiroyli joylar, o'rtoqlar yashaydigan. Mana shu yerda odamlar yashaydi, qarang uylarni. Shu yerdan demak dastavkani hozir yana yangi zakaz olishga ketyapmiz. Deyarli 4 yevro 376. Soat bizda 7:30, 8 ga qarab ketyapti. Поверните направо. O'rtoqlar, mana men hozir ketyapman. Bolalar bilan dastavka qilyapmiz biz. Charchadarkan deyishdi, charchadarkan. Tag'in velosiped deb O'zbekistonda ko'ryapman. Haqiqatan ham oson emas. Ham ularda velosipedga kamroq zakaz berishadi, kamroq tushadi. Kichkina masofaga tushadi velosiped bo'lgani uchun. Поверните направо. O'shanga Съезд справа. aytadigan narsam, u yana bitta zakaz chiqibdi. Orada yana bitta zakaz. 650 tor yana berdi. Va, men xursand bo'lib ketyapman. Ikkinchi 650 tor. Общий 650 tor bo'ldi. Общий 650 tor bo'ldi. Boya 376 edi, hozirgi bilan 650 tor bo'ldi va yaqin atrofda. Chaspik taraflarda, mana imенно odamlar ovqat yegisi kelayotgan paytlar 8 bo'ldi-yu. Shunaqa keyin bugun 2 aprel dam olish kuni bugun. Keyin nima demoqchiman, ish qilib oson emas. Charchatadi. Keyin hozir bu yerda 3 kishi bo'lganimiz uchun endi men ishlayman, o'tirib dam olib ketyapman. Bitta odam haydayapti, bitta odam borib zakazlarni olyapti. Pip qilishyapti. Ish qilib ovozlarim yozilyapti degan, hali yozilyapti. Keyin qiyin ish qilib o'rtoqlar. Aytadigan gapim, hunar o'rganib kelinglar, обязательно til o'rganinglar. Oshxona, restoranlarga kirsanglar nisbatan oson. Yoz, qishlarda juda qiyin dastavka, sovuqda. Shunaqa gap. O'rtoqlar, mana soat 8, toliqdim. Birinchi bitta zakaz berdik, hozir keyingisi 1 kilometr. Sumkani ichida bitta binodan oldik zakazlarni. 1 kilometr joyga borib, ovqat tashlab kelamiz va yangi zakaz kutamiz. 5 soatdan beri bolajonlar bilan yuribman. 5 soatdan beri. Mana o'rtoqlar, soat 8. Koeffitsiyenti Hozir mana qotyapti, mana ha ko'rindi. Mana 1.55. Boya chiqqanimiz soat ichida 1.1 edi. Hozir 1.55, ya'ni zakazlar ko'p deyiladi. Повышенный спрос. Qarmani даже повышенный спрос yozibdi. Wow. Soat 8 Riga time. 20:00 zakaz ko'p. Zo'r. Oldim. O'rtoqlar, bo'ldi. Endi sizlarga заключение, ya'ni conclusion'ni olamiz. Ya'ni esimdan chiqdi shu so'z. Necha pul bo'ldi? Masalan, ishlaganimiz 1 kun. Endi biz bayramga kirib qolganimiz uchun shunaqa bo'ldi, lekin baribir deyarli 8 soat ishlandi. 3 dan примерно 1-2 atrofida. Keling, hozirda ko'rib chiqamiz va oxirgi qancha ishlaganimizni aytamiz. Assalomu alaykum. Mana o'sha kun davomida 61 ishladik. Keyingi kunga o'tgani uchun 10 ishladik. Yana plus chivilar bergani uchun 75 lar taxminan ishlab topdik. Zo'r. Ana endi qaranglar, o'rtoqlar. 75 taxminan bir kunda bo'ldi. 75 yevro. Ana endi rasxodlarni bitta eslaveramiz. Shu mashinani kunligi tushyapti bizga 7 yevro. Ha, 7 yevro ayiramiz 70 yevrodan. Benzin, biz havoda yurmaymiz. Benzinga biz quydik bolalar. 20 yevro quydik. 11 litr bo'ldi. U taxminan 200 kilometrga yetar ekan.
Ha, Shunaqa. ha. O'zi kun davomida shunaqa 150, 160, 170 kilometr normalniy ekan, so'rab surishtirganimizda shunaqa yuriladi Shunaqa kuniga. yurilar ekan. Chunki ko'rdi, boya 9 kilometrlik joyligini necha marta bordik. Shunaqa qilib 7 euro mashinaga arendasi, 20 euro benzinga ketdi. Yana keyin uyingizda ovqat qilmay chiqqaningizda charchaysiz-ku, tuni bilan ishlab. Baribir ko'chadan ovqat olasiz. Masalan, o'rtoqlar boya pizza ko'rdingiz, nech pul edi? Pizza qancha? 15 euro, 16 euro bo'ladi-da. Ha, 2 kishi to'yadigan Ha, 15 euro. Agar shunaqa. 1 kishi ishlasangiz, 8 euroyingiz pizzaga Qimmatga tushadi. ovqatga ketdi degan edi. Ko'cha deysiz. Shunda 70 minus 7 minus 20 30 olamiz 70 dan. 45 qo'yapti. Shunaqa. 45. 45 chistimi qoladi qo'lingizga. Ha, chistimi qo'yapti 45 50 atrofi. Endi qancha nochda ko'proq ishlasangiz, 3 gacha 2 ishlasangiz, sal ko'proq topiladi. Demak, shunaqa ishlashingizga vaqtga qarab. Chaspik paytida. Demak, mashinada bolt qilish obzori o'rtoqlar sizlarga yoqdimi? Yozib qoldiringlar. Agar siz ham dastavka qilgan bo'lsangiz, Yevropada mashinada qancha topib chiqqan, velosipedda, e-bike'da qilgan bo'lsangiz qancha chiqqan, haqiqatda mana shu yerga yozib qo'yinglar. Hech qanaqa bizni oshirib olib aytmayapmiz. Ko'ringlar haqiqatlarni va Latviyaga o'qishga birgalikda topshiringlar. Litvaga ham jo'nataman. O'ta qimmatroq. To'lovlar ham, oyliklar ham, mashina anaqalar ham hammasi.